Bu somsalar yuragingizdan joy olishi aniq. Tayyorlanishi oson, lekin shunga qaramay juda ham mazali, xamiri esa og'izda eriydigan uyg'urcha somsa. Demak, birinchi bo'lib idishga 450 gram oliy navli to'ron unni elakdan o'tkazib olamiz. So'ng unga muzdekkina sifatli qalliq saryog'idan 200 gram qo'shib, ikkalasini urvoq holatiga keltirib olishimiz kerak bo'ladi. Urvog'iga 150 gram yog'li smetana, 2 tuxum sarig'i, 1 choy qoshiq tuz qo'shib, yumshoqqina plastilinga o'xshagan xamir qurib olamiz. Ushbu xamirni 20 ta teng bo'lakka bo'lib olishimiz kerak. Xamirlardan yong'oqdek zuvalachalarni yasab, usti yopilgan holda sovutgichda 30 daqiqa tindiramiz. Ungacha somsalarimiz uchun nachinka tayyorlab tursak bo'ladi. Buning uchun 3-4 dona piyozni mayda to'g'rab, 350-400 gram lahm go'shti mayda to'rtburchak shaklda kesib olishimiz lozim. Tabga ko'ra zira, tuz, murch va o'simlik yog'idan qo'shib nachinkani yaxshilab aralashtiramiz. Tingan zuvalalarni unlangan stolda dumaloq ochib, ichiga 1 osh qoshiq to'la nachinka solamiz. Endi buni xuddi videoda ko'rsatganimdek chiroyli shaklda tugib olishimiz kerak bo'ladi. Tugilgan somsalarni pishiriq qog'oz solingan listga terib chiqamiz. Shuningdek, ustiga tuxum surib, kunjut va sedani sepamiz. Somsalar oldindan 180 darajada qizib turgan duxovkada usti chiroyli qizargunicha taxminan 35-40 daqiqa pishiriladi. Juda ham mazali, og'izda erib ketadigan somsa bo'lib chiqadi. Ayniqsa mana shunaqa ishtahochar, achchiqqina souslar bilan yesanglar bormi, vobshe zo'r. Albatta tayyorlashingizni barchalarga tavsiya qilaman. Dasturxoningiz fayzli, taom va pishiriqlaringiz esa doimo shirin bo'lsin. Keyingi videolarda g'oyibona ko'rishguncha, xayr.